1,5 metr, 2 metrgacha yılanni ko'rganman. Ko'k yılanni manaday. Baxtli his qilaman, albatta baxtli his qilaman. Üçte dörtte bo'roni o'qanda, yorib ketganda. Bilim bo'lmasa o'qmas, cho'pon ham bo'lolmaysan. Shuni bismillahirrohmanirrohim shunday boshlasam, qo'yning qiyi, go'ngi. Qo'yning axlati. Shu yerga borib bechora üzüldü. Cho'ponlik bu insoniyat tarixidagi eng qadimiy kasblardan biridir. Kim uchundir bu oddiy ish tuyulishi mumkin, lekin o'ziga yarasha mas'uliyati, qiyinchiliklari bor albatta. Dastlab odamlar ovchilik va temirchilik bilan yashagan bo'lsa, keyinchalik qo'y, echki, qoramol va otlarni qo'lga o'rgatib, chorvachilikni boshlagan. Qadimgi Mesopotamiya, Misr va Markaziy Osiyoda cho'ponlik jamiyatning asosiy tayanchi hisoblangan. Ayniqsa bizning mintaqamizda o'zbek, qozoq, qirg'iz va turk xalqlarining hayoti, urf-odatlari va qo'shiqlarida cho'ponlik chuqur aks etgan. Bugungi kunda ham cho'ponlik faqat tirikchilik emas, balki 1000 yillik an'ana va madaniyatning davomidir. Cho'pon o'z qo'ylarini asrab, yaylovdan yaylovga ko'chib yuradigan inson emas, balki qadim tariximizning tabiat bilan uyg'un hayot tarzining ramzidir. Bugungi bizning qahramonimiz ham deyarli 20 yildan buyon mana shu kasbda o'z hayotini kechirib kelmoqda. Tasavvur qiling, siz yolg'izsiz. Atrofingizda esa tog'u toshlar va yirtqich hayvonlar bilan to'la. Himoyangizda esa faqatgina mana shu tayoq. Qo'rqinchli, lekin bu kimningdir kundalik hayoti. Ha do'stlar, bilganingizdek bugun cho'ponlarda real hikoyalarga nazar solamiz. Ha aytgancha, bu mening YouTube'dagi birinchi ko'rsatuvim. Agarda like bosib, kommentariy yozib, podpiska qilib qo'ysalaringiz, mana shu kichkinagina mehnatimizni qadrlab, biz yanada o'z ustimizda ishlab, yanada o'sishga harakat qilamiz. Rahmat. Ba'zi odamlar uchun bu oddiy ish. Lekin cho'pon uchun bu hayot maktabi. Tog'da qo'ylarni asrash jasoratni talab qiladi. Bu oddiy hikoya emas, bu cho'ponning yo'li. Men Abdullayev Alisher. 1976-yilda tug'ilganman, 1-avgustda Yangiobod qishlog'ida. Chorvachilik kirgan sabab 95-yildan beri qo'y boqaman. O'rtada bir 3 yil boqib to'xtatdik. Mana shu 20 yildan beri bu yoqqa 20 yildan beri qo'yni chorvachilikning orqasidan kelaman. Mana shu 20 yildan buyon hozir kungacha shu chorvachilik bilan shug'ullanib kelyapsiz. Shug'ullanib kelyapman. Mana shu kasbga endi kirishingizga nima deydi? Kim sababchi bo'lgan? Sababchi bo'lgan jangoda Shonazib Rustam degan bitta onamiz bor edi. Akaxonda. Shu yoqqa qo'y boqamiz deb shu orqali kirib qo'y boqqanmiz. Qiziqtirgan. Unday yana ustoz deydi uni. Cho'ponlikning eng yoqimli taraflari siz uchun nimada? Eng yoqimlari toza havolar. Dalalarda bu yerda. Ko'proq ko'klam payti, aprel, may oylari toza havo bo'ladi tog'lar. Hozir mana kirib kelyapmiz. Misol yo'limizda hech narsa yo'q-da. Siz oldingizga kelganingizcha deyarli bir 2 soat yo'l bosdik. Atrofda hech narsa yo'q edi haqiqatan. Lekin mana chaylangizga keldik. Bu yerda misol sog'liq bilan qandaydir muammolar bo'lib qolishi mumkin. O'shaqa vaqtlari qanday vaziyatdan chiqasizlar? Kirib turib, bu narsa bo'lib qolsa, jangoda bittamizni yo'natamiz uyga. 2 kishi yuramiz. Yotishlarda ham kiyiz-piyizlar bilan yotib dam olamiz bu yerlarda. Har yerda o'ynab yotavermaymiz.
Ovqatlari masalasi qanday? Ovqat masalalarini produktdan olib kelamiz, shu yerga qozon, o'choq, hamma narsa muhayyo bo'ladi. O'lim paytlari. Bir haftada bir borib kelasizlarmi? Haftada emas, 4 kunda borib 2 kunda olib kelaveramiz. Tafakkur qilishga imkoniyat zo'r vaqtda. Misol shaharlarda odamlar ishlaydi, ertalab ishga chiqib ketsa, kechqurun soat 7-8 da keladi, undan keyin bu yog'i ujin qilib, vaqti tez o'tib ketadi. Bu yerda lekin cho'ponlik qilib yurgan odamlarda vaqti juda ham ko'proq. Tafakkur qilishga vaqt ko'p bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarni nimalarni o'ylaysizlar? Shu nimani o'ylaymiz? Shu hayotda yaxshi bo'laylik, tinchlik bo'lsin deb. Ro'zg'orda o'ylaymiz. Tinch yashab Hamma inson qatori shu oila deb o'ylaymiz hammamiz. Hozirgi kunda misol shu cho'ponlikning orqasidan moddiy taraf qanday? Moddiy taraf yaxshi, cho'ponlik orqasidan. Hech bir moddiy tarafdan charchagan yerimiz yo'q, Xudoga shukr. Hamma narsa yetarli. Farzandlaringiz misol? Farzandlarimizni masalan 3 tasini o'qitganman. Hozirgi kunda ishlaydi. Hozir kunda bittasi kattasi o'g'limiz ishlaydi. Qiz chiqarganman, o'g'limiz maktabda domlalik qiladi. 3-o'g'lim o'qishda shaharda. Shu kasbda misol o'zingiz baxtli his qilasizmi? Baxtli his qilaman, albatta baxtli his qilaman deb o'zim uchun. Cho'ponchilik yomon kasb emas. Cho'ponlarni Endi bu narsani aytishimdan maqsad xalqimizda bir gap bor-da, o'qimasang cho'pon bo'lasan deydi-da. Shunga qanday qaraysiz? Cho'ponlik men bilamanki, yomon kasb emas. Chunki tarixga nazar solsak ham bizga risolatni yetkazgan inson payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam cho'pon bo'lgan kasbi, asl kasbi. Ko'plab payg'ambarlar, misol Davud alayhissalom yoki Musa alayhissalom, bularning barchasi cho'ponlik kasbi bilan shug'ullanganda, lekin odamlar qandaydir o'qimasang cho'pon bo'lasan degan noto'g'ri tushuncha kirib qolgan. Bu aslida yomon kasb emas-ku. Bilim bo'lmasa o'qimasa cho'pon ham bo'lolmaysan. Ha. Bo'lganida u. Bo'rilar bilan qanday voqealar bo'lgan? Bo'rilar bilan ko'proq voqea bo'lgan o'sha tog'larda. Monoq tog'larda bo'lgan. Ko'proq bo'rilar qo'ylarga hujum qiladi. Shu paytlari bir xil payti oqshom uxlab yotgan paytlari qo'ylar bo'rilarni olib ketadi, bitta yarim ikkita. Yorib ketadi. Qanday himoyalanasizlar qo'ylarda? Shu payti qo'ydim, nonxo'r degan qo'yimiz bo'ladi, qo'y berib, mo'ynaga qo'ydim, jippaylaymiz, oyog'imizga baylab bittasini yotamiz qo'ydim. O'sha jangada bir bala kelsa, u qo'y jangada tartadi, odamni uyg'otadi. Eng ko'p qo'ylarni bo'rilar yeb ketgani nechta bo'lgan? Eng ko'p bo'lgani 5 ta 6 ta bo'riga olinganman. 5 ta 6 ta qo'yni olib ketganmi? Qo'yni olib ketganda. Qachon bo'lgan shunaqa voqea? Bu voqealar bundan bir 5 yil 6 yil oldin voqealar bo'ldi. Ya'ni 5 ta 6 ta qo'yni bitta bo'ri olib ketgan yo ham 3-4 ta bo'riki olib ketgan? 3-4 ta bo'rini olganda, yorib ketganda. Qo'y biyaga chiqib ketgan. Qo'y biyaga chiqib ketgandan keyin bo'rilar ikkita bo'ri bo'lgandan keyin o'ynab jorib ketaveradi. Keyin ilon chaqqani, misol ilonni dedingiz? Ilonni chaqqani qo'ylarni chaqadi. Ko'proq. Odam chaqqani ham bo'lgan. Odam chaqqani bo'ldi. Bu yerda bir cho'ponimiz bor edi. Ancha yil bo'lib ketdi. Unga bir 25 yil, 30 yillar bo'lib qoldi u voqeaga. Qanday voqea bo'lgan o'sha? Tirama payti shu kechagi kunduz tirama sentyabr oyi, oktyabr oyida u bola angar paytimiz angardan qaytib kelganda tog'ga chiqamiz deb janga bola o'xshab yo'lda ko'ldik qo'ydi. Shu bolaga o'xshab chiqib kelib, mana yerdan jangada cho'pon tayoq olaman deb buni tepadan borgan payti ilon yoqqan mana yerdan. Bana aytdim-ku, suv chiqadigan suv bilan keldik-ku, suvdan o'tib shu Perovol degan yerimiz bor. Shu yerga borib bechora üzüldü. Zahar tarqab ketdi. Siz o'zingiz ham ko'p ilon ko'rganmisiz? Ha, ilonni ko'p ko'ramiz o'zimiz. 1,5 metr, 2 metrgacha ilonni ko'rganman. Ko'k ilonni mana mana shu toshlarda ham bor. Hozir ham bor.
boya bir voqea gapirib berdingiz. Bundan taxminan 10 yilcha oldin bo'lgan dedingiz-da. O'sha voqeani Ha bitta uxlab yotib, bunda uyqudan turib ona o'qisam, 3-4 ta avtomobil turibdi. Qaradim, chaqirdi, "Bu yerga keling" deb. Alchar aka, borsam begona odamlar, uni hech qaysini tanimayman. Keling deb o'tkazdirdi. Oshnab keldi, "Bismillahirrohmanirrohim" deb boshlayman deb boshdan o'qildi. Qo'ydim qiyi, go'ngi. qo'ydi axlat. Qo'ydim axlati. Qarang, mana shunaqa vaziyatga tushyapsiz. Misol uchun siz gapiryapsiz, o'zim qo'rqib ketdim-da o'sha boya gapirdingiz-ku. Mana shunaqa saraton vaqti dedingiz. Saraton vaqtida bo'ladi, unda jimpinlar bo'ladi, jimpin aylantirishlardagi. Ondan qo'rqmash kerak, unda narsadan uncha-muncha. Endi bugungi yoshlarga bu kasb haqida nima deya olasiz ko'proq? Endi bu kasbga qiziqqan odam kirish mumkin. Qiziqmaganda uni mo'yindan sug'urib kelsang ham, jip bilan baylab kelsang ham u kasbni qilmaydi u. Qochib ketib qoladi. O'zi qiziqqan bola bo'lsa, bog'adi. Ko'pchilik yengil kasb deb o'ylaydi-da. Ha, yengil kasb emas, tayoqda yuradi deydi. aylanib yuradi deydi. Aylanib yurishning o'zi bo'lmaydi buni, oqshami kunduz. Agar yana imkon bo'lganda, mana shu kasb tanlagan bo'larmidingiz? Endi shu kasb bilan kelyapmiz, shu kasb tanlaymiz, boshqalar yo'q. Yo, o'zingiz boshqa kasbni ko'ra olasizmi? Yo'q, boshqa kasbni ko'ramayman. Boshqa kasbda ishlamaganman ham, shu kasbni egallaganman, shu kasbda kelyapman. Xullas sevasiz mana shu kasbingizni. Sevamiz, xudo shukr.